Ilomni qalinligini ko'ryapsizmi? Buni dizaynlari, ranglari nima deyapti? Bizi yangiliklarimizni kutib turgan obunachilarimiz uchun o'sha va'da qilgan yuklarimiz, qalinligi yurganda oyoq botadigan gilamlarda eng yaxshilaridan olib keling degan mijozlarimiz uchun eng qalin hozirgi kunda vodiy bo'yicha eng qalin gilamlardan dizayn bo'ladi. Yondan ham bitta ko'rsating. Lansetini qalinliklari eng qalinidan bo'ladi. Buni 10 dan ortiq assortimentlarni olib kelib qo'ydik. Assalomu alaykum YouTube, assalomu alaykum YouTube ishqibozlari va bizlarni videolarimizni chiqishimizni kutib turgan hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa 7-8 kundan beri video qo'yarmay ekandik. Yuklarimiz kelib qoldi. Savdo jarayonlari tezlashib ketib qoldi. Ulgimay qolyapti. Kunlik sotilganlarni ham qo'yarmayapman. Xudo xolasa bugun ozgina vaqt qilib, qisqa bo'lsa ham video qilib berishga harakat qilamiz. Bizni endi ko'rib turgan bo'lsalaring, bitta like bosib, obuna tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shu ko'rib turgan gilamlaring eng qalin, eng premium kassivadagi gilamlardan desa yolg'on bo'lmaydi. Qalinliklarni o'zlaringiz ko'rdilaring, ranglari, neobishniy, gullari ham. Razmerlari 3,5 metrga 7 metr, 1 kvadrat metri 300 ming, 350 ming so'm sotiladi bu gilamlarimizni. Narxi har doimgidek bizga obuna bo'lib kelgan mijozlarimiz uchun 1 kvadrat metrini 200 ming so'mdan belgiladik. Eng qalin gilamda eng zo'rini olaman degan mijozlarimiz uchun 7 metrlik gilamimiz 3,5 metrga 7 metr, 1 kvadrat metri 200 ming so'mdan. O'sha turishini narxini ayting deganlarga 4 million 900 ming so'm bo'ladi. Kimgadir qimmat bo'lib tuyulishi mumkin. Videoda o'tkazmasdan ko'rsa, shu razmerda narx-navosini ham arzonroqni ko'rsatamiz. 3,5 metrga 7 metr, eng qalinini, eng zo'rini olaman degan mijozlarimiz uchun narxi 4 million 900 ming, 1 kvadrat metri 200 ming so'mdan. Keyin ko'rsatadigan razmerimiz, xo'p, 7,5 metrlik gilamda rosa ko'p so'rashdi, tayyor bo'lsa metrajni yoqmayapti deb sizlar uchun 3,5 metrga 7,5 metrlik gilam olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa yangilik yuklarda bugun qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Bu gilamlar ko'tarishga og'ir bo'lganligi uchun shu yotqizigan holatda reklama qilyapmiz. 3,5 metrga 7,5 metr. Yarım metrga 7,5 metr. Ochiqroq svet so'ragan mijozlarimiz uchun ochiqroq svet, taglari oq, maloshniyga seriya kombinatsiya bo'lgan mayda gulli. Mehmonxonalar uchun o'ta shohona variant. Lansetlarini yaqinda endi bitta ko'rsatayman mana. Qalinliklari. Bu yangi pachkadan ochilayotgan holati. Xudo xolasa kelib ko'rsalaring, qalinligi bemalol oyoq botadi. Yumshoqliklari ham zo'r. Sintetika ishbas. Xudo xolasa razmerlari 3,5 metrga 7,5 metrlik. Buni 5-6 xil rasvetkalari bor. Tomni sinisilar, tomni sinilari ham bor. 3,5 metrga 7,5 metr, 1 kvadrat metrini 210 ming so'm, 220 ming so'mgacha qo'yganmiz o'zimiz. Atrofda 250 mingdan 280 ming so'mga sotiladi bu ko'rdigan gilamlarning. Sababi orqa to'quvlari o'ta zich. Orqa to'quvlari o'ta ham zich, mayda to'qima bo'ladi. Oralari, choklari zich bo'lganini hisobiga material ham ko'proq ketgan, keyin mayda tolada to'qilgan. 3,5 metrga 7,5 metr, 1 kvadrat metrini 190 ming so'm belgiladik. 190 ming so'm narxni olamiz, hech qaytib qoldi, Allohga shukr. 190 ming so'mdan kelib, nalishnikda bor, kelib xarid qilib olasizlar. Buni 10 dan ortiq assortimentlari bor. Buni ko'rsating. Hamma rangidan razmerlari bor. 1 kvadrat metri 190 ming so'mdan. Shu 7,5 metrligiga где-то 4 milliondan zicha o'tadi menimcha. 7 metrlik gilamda 1 million 800 ming sotishyapti, 2 million sotishyapti deb qimmat ekan bu gilam deb o'ylab turgan mijozlarimiz uchun men sizlarga 3,5 ga 7 metrlik gilam ko'rsataman. Şu yarım metrga 7 metr. Qalinliklarini ko'rsataymi buni ham yaqindan mana. Qalinliklari o'rta qalinlikda bo'ladi. Ko'rinishi telefonda ko'rganingiz ham yonma-yon qo'l bilan ushlamasdan ko'rsangiz 3,5 million 4 millionlik gilamda effektini beradi.
Xizmat tomonlama ham yaxshi bu gilam. Bozorlarda 1.800.000 so'mdan 2.000.000 2.200.000 so'mga sotiladi. 3,5 metrga razmeri 7 metr. Obuna bo'lib kelgan mijozlarimizga 1.390.000 so'm narxi. Shu seli turishi 1.390.000 kvadratiga yoki metriga aytmayapman. Bu ko'rib turgan gilamlarning ko'rinish jihatdan tagidagi gilamda effektni beradi, lekin qalinlik jihatdan oladigan bo'lsalaring, pastda ko'rsatilgan gilamlarimiz 2-3 barobar qalin. Lekin ro'zg'orga ishlatgani yoki da kelinchaklarimiz sepiga ham, misol uchun, har kim imkonidan kelib chiqib kelyapti. Xo'p, 1.390.000 so'm. Buni to'g'riroq svetlar ham bormi degan mijozlarimiz uchun yoki da mana 3,5 metrga razmeri bu 7,5 metrlik. 7,5 metrligi ham bormi deb so'raganlarga. Ularda ham har xil ranglari, har xil gullari bor. 7,5 metr 1.450.000 so'm. Shu turishi metri yoki da misol uchun kvadrati bas. Shu turishi 1.450.000 so'm. Agar sizni uyingizga tushsa 3,5 metrga 7,5 metr. Bundan tashqari hamma so'rayotgan taftin paloslarimizni ham yangiliklarni olib kelib qo'ydik. Ko'rsating. Hamma videolarimizni kommentariyasiga kirsam, shunaqangi rossiyskiy paloslardan assortiment qilib bering, yaxshiroqlardan deb so'rashdi. Taftin paloslarimiz yangiliklar kelgan, ishlashga qulay bo'lgan. Sizlar uchun eng garantiyali variantlarni olib kelamiz, bilasizlar. Bundan arzonroq silayni, arzonroqlarni ham nalishnikda bor. Ozroq qolgan, lekin aytgan razmerlarni chiqarishga harakat qilamiz. Yaqindan ko'rsating kassasini. Bunaqangi taftin paloslarda orqalari ajramaydigan yaxshisidan bo'ladi. Uyga solganingizda ham hidlanmaydi, boshqa bo'lmaydi. Old lansetlari ham to'qilishlari eng original tekkizishlardan olib kelamiz. 1 kvadrat metri 80.000-85.000 so'm sotiladi. Metriga hisoblasalar 300.000-350.000 so'm sotiladi. Ya'ni 3,5 metrlik. Metriga aytay, obunachilarimizga qiyin bo'lmasin. 1 kvadrat metri 75.000 so'mdan, ya'ni 3,5 metrligini 1 metri 260.000 so'mdan. Bu eng yaxshilaridan bo'ladi. Arzonroqni so'raganlarga, ya'ni 3,5 metrliklarimizni arzonroq variantlari ham bor. Olib keling, yaqinroq. Bu ham o'sha rossiyskiy palos nomi bilan mashhur. 1 kvadrat metri 45.000 so'mdan, ya'ni 3,5 metrligi 150.000 so'm atrofida bo'ladi. Bundan ham nalishnikda bor, razmerlarini qilib beramiz. Endi sifatlisiga qaytamiz. 3,5 metrlik 260.000 so'mdan. Buni bunaqangi neobishniy gullari ham bor. Mana. Bemalol mehmonxonalarga so'salaring ham bo'laveradi. Bachkanalikni yoqtirmaydigan, skromniyroq bo'lsin va oshxonalarga dizaynlari o'ta chiroylisidan 1 kvadrat metr 75.000 dan, pagonna metri ya'ni 3,5 ligi 260.000 so'mdan. Marg'ilon, Farg'ona bo'ylab ushbu ko'rib turgan taftin mahsulotlarini ham yetkazib berish, uylaringni borib o'lchash, misol kuxonniy mebellar deysizmi yoki hammom dushovoylari joylari chiqqan bo'ladi, misol uchun o'sha joylarni kesib, overloadga qilib yetkazib berish xizmatlari hammasi besplatni. 1 kvadrat metri 75.000 so'mdan, boshqa viloyatlarga ham 20 kvadratdan oshiq olganlarga dastavkalarni besplatni qilib beramiz. Toshkent shahargacha. Hamma razmerlari bor va 320 lik. Misol uchun siz joyda 320 bo'lsa, 3,5 metrga hisoblashadi 75.000 so'mdan deysizlar. 320 lik so'raganlarga mana 320 lik variantdan olib kelib qo'yganmiz. 320 ga misol uchun 10 metr oladigan bo'lsalaring, 32 kvadrat bo'ladi, 75.000 dan hisoblayverasizlar, misol uchun. 3 metrliklari ham nalishnikda bor. Xo'p, bundan tashqari sizlar sag bo'lsin dedilar, sagdagi ilon bor bo'lsin, bormi deb so'radilar. Mana 3,5 metrlik metrajlarimizni Samarqand sag zavodini o'zidan, mana Samarqand sag zavodini o'zidan kirchimorroq bo'lsin degan mijozlarimiz uchun. Mana sagdagi qancha kerak? Bu dizaynlari ham chiroyli. Samarqand sag zavodidan. Ularda allaqachon savdolarni boshlab bo'ldik. Inshaalloh. Mijozlarimiz kelib xarid qilyapti. Ya'ni 3,5 metrlik 1 metri ushbu ko'pdan kassalarida 500.000-550.000 so'm sotiladi. Faqat bizga obuna bo'lib kelgan mijozlarimizga 1 kvadrat metrini 120.000 so'mdan qilib beramiz. Metriga nechta bo'ladi? Deydigan mijozlarimizga 400.000 so'm atrofida bo'ladi. 1 kvadrat metri 420.000 so'mdan
Eni 80 santimetrdan boshlab 5 metrligacha ushbu ko'rib turgan Kavray layinda mavjud. Samarqand sakkiz o'tini mana shunaqangi tayyor gilamlardan ham olib kelib qo'ydik. Mana Samarqand sakkiz o'tini gilamlardan ham. Xullas, xo'xmay ko'raverasizlar. 1 kvadrat metr bundan tashqari 75 ming so'mlik Kavraylarimizdan ham bor. 3,5 metrga 5 metr uyimga necha pul bo'ladi? Shu 75 minglik Kavraylar olsa desa degan mijozlarimiz uchun, misol 5 metrli uylarga 1 million 300 ming so'm atrofida bo'ladi. 3,5 metrga 5 metrli uyingizga. Videoda olib kelavering. Bundan tashqari bu xonamizda Kavraylarimiz ham 100 dan oshiq assortimentlari bor. 1 kvadrat metr 75 minglik, 145 ming so'mlik, 1 kvadrat metri 210 ming so'mlik, 180 ming so'mlik. Bu xolasa hamma razmerlarni olib kelib qo'yganmiz. Kelaverasizlar. Daroshkalarimiz ham komplekt mavjud. Ozgina vaqtimiz yetmay qolyapti video qilib qo'ygani. To'g'ri tushunasizlar. Ushbu videoda endi ko'rib turgan bo'lsalaring, bemalol kanalimizga o'tib 20 dan oshiq video qo'yganmiz. Narx-navolarni bemalol ko'rsalaring bo'laveradi. Bizda aytilgan narxlar pasayadiki, lekin oshmaydi. Biz buni bizda har qilgan mijozlarimiz biladi va kommentariyaga yozib qo'yinglar. Biz olganmiz haqiqatda shunaqa narxlar deb. Manzilimizni aytib o'taman. Marg'ilon shahar kombinat bozori, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat bozori ichkarisidagi Ziyo gilomlari markazi. Bizning boshqa filialimiz yo'q. Biz yopilib ketganimiz yo'q. Bizning do'konimiz hamisha ochiq. Inshaalloh duo qilib tursalaring. Bundan-da arzon narxlar, bundan-da sifatli gilomlarni qilib berishga harakat qilamiz. Manzilda aytib o'tdik. Pastda nomerlar qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Farg'ona viloyati va Marg'ilon shahar bo'ylab dastavkalarimiz tekin. Boshqa viloyatlarga ham kelishilgan holda shu aytib o'tganimizdek 20-30 kvadratdan oshiq olgan mijozlarimizga Toshkent shahargacha dastavkalari mutlaqo besplatniy. Biz bilan vaqtingizni va pulingizni tejang. Ziyo gilom markazi siz uchun hamisha harakatdan charchamaydi. Bitta like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammalaringga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Rahmat.